Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va o'quvchilar. Bugungi video darsimizda siz bilan 2025-yil Fan olimpiadasi markazi tomonidan o'tkazilgan o'qituvchilar olimpiadasining respublika bosqichida tushgan yozma ish savollarining tahlili bilan tanishib chiqamiz. Eng birinchi yozma ishimiz. Har yil dunyo bo'ylab 3000 tadan 5000 tagacha bola Down sindromi bilan tug'iladi. Down sindromi xromosoma kasalligi bo'lib, kelib chiqishi 95% holatlarda xromosomalarning 21 juftining trissomiya bo'lishidir. Bunda hujayra meyoz bo'yicha bo'linishda xatolik yuz beradi. Natijada xromosoma 21 tengsiz tarzda ajralib, bittaga ko'p bo'lib gametalarda taqsimlanadi. Xo'sh, bu yerda endi birinchi topshiriq tushyapti. Agar xromosoma ajrashishdagi xatolik meyoz 1 yoki meyoz 2 da yuz bersa, har bir holat uchun hosil bo'lgan gametalarning to'plamini yozing. Masalan, deyapti ustozlar bu yerda diqqat bilan qaraydigan bo'lsak. Ya'ni masalan shu ko'rinishda yozish kerak. Общий to'plam, ya'ni jami to'plam 47 ta. Jinsiy xromosomalar asosan ikkita o'zgarmagan holatda va qaysi xromosoma ortgan yoki kamayganligi, misol uchun 21 ortdi yoki 21 kamaydi degan ko'rinishda yozish kerak deyapti bu yerda. Masalan, shu ko'rinishda. Down sindromi olib kelishi sog'lom yoki nobud bo'ladigan farzandlarni yozing deyapti. Xo'sh, Down sindromi olib keladigan bo'lsa, asosan 21 bitta ortgan, общий to'plam 47, jinsiy xromosoma o'zgarmagan holatda, XX holatda bo'lishi kerak va 21 xromosoma ortgan holatda bo'lishi kerak. Bu bunday holatda Down sindromi bola deyiladi. Sog'lom holat bo'ladigan bo'lsa, 46 общий to'plam, jinsiy xromosomalar XX yoki XY holatda va 21 xromosoma hech qanday o'zgarishsiz teng miqdorda gametalarga taqsimlangan holat bo'lishi kerak. Bu diploid to'plam hisoblanadi. Agar nobud bo'ladigan desak, asosiy 21 xromosoma kam bo'ladigan bo'lsa, bunda embrion to'liq rivojlanmasdan homilaning ma'lum bir davrda nobud bo'lishiga sababchi bo'ladi. Va bunda bitta summa xromosoma yetishmagan hisobiga embrion rivojlanmaydi. Ya'ni to'plam 45 ta bo'lgani hisobiga. Avtosomal holati bo'yicha. Shevchenskiy-Teyler sindromi bundan mustasno. Endi bizda savol nima bo'lyapti? Diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi taxvil meyoz 1 yoki meyoz 2 da yuz beradigan har bir holat uchun nimani yozish kerak bizda? Gametalar to'plamini yozishimiz kerak. Demak, gameta to'plami bo'ladigan bo'lsa, asosan bu gametalarimiz gaploid to'plami, ya'ni N S to'plamiga nisbatan yozishimiz kerak. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, meyoz 1 yakuni bo'yicha gametalar va meyoz 2 yakuni bo'yicha gametalarni yozishni so'rayapti. Misol uchun meyoz 1 da agar mutatsiya bo'ladigan bo'lsa, uning natijasida hosil bo'lgan 4 ta gametada, ya'ni birinchi gameta, ikkinchi gameta, uchinchi va to'rtinchi gametadagi holatlarni yozishimiz kerak. Agar meyoz 2 da sodir bo'ladigan bo'lsa, birinchi gameta, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi gameta. Ya'ni biz bilamiz, meyoz jarayonida 4 ta gaploid to'plami hujayra hosil bo'ladi. O'sha gaploid to'plami hujayralari meyoz 1 da mutatsiya sodir bo'lib 21 xromosoma noteng taqsimlangan bo'lsa yoki meyoz 2 da 21 xromosoma noteng taqsimlangan bo'lsa, o'sha gameta uchun xromosoma to'plamini yozib berishimiz kerak ekan. Xo'sh, bu bo'yicha qanday izohlasak bo'ladi? Ikkala holatni quyidagicha ko'rib chiqamiz. Misol uchun, biz bilamiz, hujayra 2n to'plam, ya'ni diploid to'plami hujayra hisoblanadi. Unda asosan to'plam 46 holatda bo'lib turibdi. Meyoz 1 bo'ldi deylik. Meyoz 1 bo'ladigan bo'lsa, meyoz 1 dagi mutatsiya asosan bu yerda endi N2S to'plamli hujayralar hosil bo'ladi. Ya'ni xromosoma to'plami gaploid bo'lgan. Lekin bu yerda qanday holat bor? Bu hujayramizda общий to'plam 24 ta, ya'ni plus 21 ga ortgan. Bu xromosomamizda esa 22 ta, ya'ni minus 21 ga kamaygan holatda bo'lyapti.
Bunday holatda bo'ladigan bo'lsa, mutatsiyada natijada qanday ya'ni qanday xromosoma to'plamiga ega bo'lgan hujayralar hosil bo'ladi? Meioz ikkidagi taqsimlanishni ko'rib olamiz endi bu yerda. Meioz ikkida taqsimlanish bo'ladigan bo'lsa, bu hujayralardan hosil bo'lgan hujayralarimiz. 4 ta gameta oldik. Natijada 24 li xromosomadan meioz ikki sodir bo'ladigan bo'lsa, undan hosil bo'lgan hujayralarning bari 24 xromosom. 22 ta xromosomali hujayralardan hosil bo'lgan barcha gametalar 22 ta xromosomali bo'lib hosil bo'ladi. Bu deganimiz ikkita gameta 24 xromosomadan va ikkita gametamiz 22 xromosomadan hosil bo'ladi. Shunga ko'ra ular to'plami qanday yoziladi? Misol shartidan kelib chiqadigan bo'lsak, ya'ni ularni raqamlab oladigan bo'lsak, birinchi gameta, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi gameta quyidagicha bo'ladi. Ya'ni общий to'plam 24, jinsiy xromosoma bitta umumiy o'zgarmagan holatda va 21 xromosomaga ortgan degan holatda yozishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi. Ikkinchi gametam xuddi shu ko'rinishda hosil bo'ladi. Endi 3 va 4 gametalar. Ularda общий to'plami 22 ta. Jinsiy xromosoma o'zgarmagan holatda asosan 21 xromosomaga kamaygan holatda bo'ladi. 4 ham xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Nima uchun bu ko'rinishda yozyapkan desangiz, asosan bu narsa misol shartida berilgan bizga. Shu ko'rinishda misol uchun deb berib ketgan. Ya'ni quyida yuqorida ko'rgan holatimiz bu yerdagi. Endi diploid to'plamga sabab bergan. Bizga endi meioz 1, meioz 2 bo'lgani uchun gaploid to'plamga nisbatan hisoblab chiqdik buni. Shunga ko'ra endi meioz 1 uchun yozib chiqadigan bo'lsak. 24 ta X xromosoma bitta va virus 21-ga ortgan. Ikkinchi hujayramizda ham общий to'plam 24 ta Keyingi hujayralarımizda esa общий to'plam 22 ta jinsiy xromosoma o'zgarmagan, faqat 21 xromosomaga kamaygan. Keyingi hujayramizda ham gametada xuddi shu holat bo'ladi. Demak, meioz 1 tufayli hosil bo'ladigan gametalarimiz quyidagi ko'rinishda. Xo'sh, endi bizda ikkinchi qismi bor. Bu gametalardan normal spermatozoid bilan urug'lansa, ya'ni undan zigota hosil bo'lsa, bu avlodda qanday holat bo'ladi? Buni ham yozib ketamiz. Demak, meioz 1 tufayli hosil bo'ladigan gametalarda. Demak, 24 ta bo'lib qoldi общий to'plam. U normal spermatozoid bilan qo'shildi endi, ya'ni 23 ta bilan qo'shildi. Natijada katta to'plamda zigota hosil bo'ladi. Bu deganimiz bu Down sindromiga chalingan bola deyiladi. Bu ham xuddi shu holatda 47. Demak, u ham Down sindromi bilan tug'ilgan holatda. Bu ikki holatda endi bitta avtosoma kamaygan, natijada 45 ta bo'lyapti. Natijada bu nima bo'ladi? Nobud bo'ladi. Keyingi gametamizdan hosil bo'lgan embrion demak nobud bo'ladi. Mana bu qismi yechildi. Endi meioz 2 da hosil bo'lsa, bunda qanday bo'ladi? Buni ham hozir ko'rib chiqamiz siz bilan. Ya'ni endi meioz 2 da hosil bo'ldi degani, demak meioz 1 dagi holatimiz. Meioz 1 tufayli hosil bo'lgan gametalarda to'plam normal holatda bo'lyapti. Ya'ni bu keyin to'plam umumiy qoldi to'plam bo'lyapti. Jinsiy xromosoma X holatda. Undan hosil bo'layotgan xromosomalarimiz, ya'ni hujaydagi xromosomalar N2S. Faqat jarayon yakuniy, ya'ni meioz 2 da mutatsiya bo'lyapti.
23 23 xromosom hujayra. Bu nima degani? Demak, meioz ikkida xos bo'ladigan bo'lsa, misol uchun, mana shu hujayramizda mutatsiya bo'ldi deylik. Ya'ni shu tomondagi hujayrada mutatsiya bo'ldi. Natijada bitta hujayramizda 24 ta, ikkinchi hujayramizga 22 ta holatda o'tib, bu ikkalasida endi mutatsiya bo'lmasa, demak ular normal holatda hosil bo'lishi ham mumkin. 23 holatda. Xo'sh, bu holatda ham boyagi ko'rinishdagi xromosoma to'plamini yozib chiqsak, birinchi hujayra, ikkinchi hujayra, uchinchi va to'rtinchi hujayra. Demak, birinchi hujayramiz. Meioz ikkidagi mutatsiya deganimizda, misol uchun, anafaza davrida xromosomalar teng tarqalmadi. Anafaza 2 bosqichda va bitta qutbga bitta 21 juft avtosoma ko'proq o'tib qoldi, ikkinchi esa kamroq o'tib qoldi. Misol uchun, meioz ikkita hujayra bir vaqtda bo'ladigan bo'lsa, shuning bittasida mutatsiya bo'lgan bo'lsa, holatda bo'lishi mumkin. Demak, birinchi hujayraga nisbatan yozadigan bo'lsak, umumiy to'plam 24 ta bo'lyapti. Jinsiy xromosom o'zgarmaydi va plyus 21 avtosoma ortgan deyapmiz. Ikkinchi bo'yicha, unda endi umumiy to'plam 22 ta, jinsiy xromosom o'zgarmaydi, faqat 21 xromosom bittaga ortgan. Uchinchi va to'rtinchi hujayralar. Ularda umumiy to'plam 23 ta va jinsiy xromosom holati. 21 juft xromosomalarda hech qanday o'zgarish bo'lmagan. To'rtinchi hujayramizda ham xuddi shu holat bo'lyapti. Demak, birinchi hujayradan hosil bo'lgan farzand normal sferozoid ulanganida hosil bo'ladigan zigotamiz. Bu Down sindromi. Bu esa nobud bo'ladi. Bu ikkalasi esa sog'lom farzand bo'lishi mumkin. Arika. Demak, bu hujayramizda umumiy to'plam 24 plyus bittaga ortyapti. Bu hujayramizda endi umumiy to'plam 22 ta, bittaga kamayyapti avtosomalar. Qolgan ikkala hujayramizda esa 23 X xromosom bittada. Hech qanday 21 xromosomada o'zgarish yo'q. Yozib qo'yadigan bo'lsak endi, boyagidek to'liq shartni yakunlaydigan bo'lsak, demak, birinchi hujayramiz hosil bo'lgan zigotdan Down sindromli bola, mabodo ikkinchi gametamizdan hosil bo'lgan zigota normal sur'atda tug'iladigan bo'lsa, unda embrion nobud bo'ladi. Qolgan ikki holatda sog'lom farzand dunyoga keladi. Bular siz bilan birinchi shartni yechdik to'liq. Javoblari. Agar qaysidir bir qismi sizga tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, uni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Endi davomi. Down sindromiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa bir holat, ya'ni boya aytyapti 95% holatda 21 xromosom ortish hisobiga Down sindromi bo'ladi. Demak, endi boshqa bir holat bu 5% hisobiga. Bu qanday hosil bo'lishi mumkin? Bunda asosan xromosoma qismi boshqa xromosomaga o'tib qoladi. Ya'ni xromosoma mutatsiyasi haqida ketyapti. Down sindromi 95% genom mutatsiyasi, ya'ni xromosoma soni o'zgarish hisobiga yuz keladigan bo'lsa, 5% xromosom mutatsiyasi. Qaysi xromosom mutatsiyasi? Translokatsiya, ya'ni nogomonal xromosomalarning genlarining almashinishi. Bunda qanday bo'ladi? 21 juft xromosoma asosan translokatsiyaga uchraydi. 14 juft xromosoma bilan deyapti. Ya'ni bularni harflab qo'yibdi bizga o'z navbatida berib ketgan. Demak, 14 juft va 21 xromosomalarda nogomonal xromosoma ajralishi. Natijada bu yerda A normal holatda uni bichka bilan belgilab qo'ysak, bu normal holat. B xromosomasi mutatsiya bo'lib ekan.
Demak, uni X bilan belgilab qo'yamiz mutatsiyaga uchragan holati va S hujayramiz, xromosomamiz. D esa normal holat. Birinchida bo'lyapti. Xo'p, mayli. Rajada deydi, asosan S xromosomada 14-chi xromosomaning juda qismi o'tib qoladigan bo'lsa, natijada bu judayam yo'qolib ketgan, ya'ni xromosomasi judayam kichrayib ketadi. U natijada organizmda xuddi yo'qdek bo'lib qoladi. Bu degani S bo'lgan hujayrada umumiy endi B xromosomaga ega bo'lgan holat bo'ladigan bo'lsa, ancha o'lchami oshdi. Bu yaqqol ko'zga tashlanadi, lekin to'plam o'zgarmaydi. 23 holatda qoladi bunda. Sababi bu yerda endi genom emas, xromosom mutatsiyasi bo'lyapti. U yerda faqatgina asosan nogamay xromosomalar genlar almashinuvi bo'lyapti. Bu esa faqat xromosoma tuzilishini o'zgartiradi, lekin uni soni ortishiga, kamayishiga sabab bo'lmaydi. Faqat bu yerda endi S xromosomamiz nima uchun 22 ga tushib qoldi deyishingiz mumkin. Bu yerdagi mutatsiya tufayli o'lchami juda kichiklashib ketdi. U juda kichik bo'lib qolgani hisobidan xuddi organizmda yo'qdek tuyulyapti. Sababli juda kamaygan deb hisoblash mumkin degan farazni beryapti bizga savol. Endi shartlarga qaytadigan bo'lsak, demak 1-2 shart. Agar har bir odam ushbu translokatsiyaga uchragan gameta hosil qiluvchi hujayralar bo'lsa, quyidagi savollarga to'g'ri yoki noto'g'ri deb javob bering. Demak, birinchi savolimiz: translokatsiya natijasida sog'lom gameta hosil bo'lish qobiliyati endi yo'q deydi. Translokatsiya natijasida sog'lom gameta hosil bo'lish qobiliyati yo'q deyapti. Demak, buni ko'rib chiqamiz. Ko'radigan bo'lsak, bizga kerak bo'ladi 14-chi juft va 21-ci juft xromosomalar. Va 1-ci xromosomalar qizil bilan belgilab olamiz. Va bular bitta hujayrada joylashgan deylik. Xo'sh, mutatsiya bo'ladigan bo'lsa, 21-ci juft xromosomaning bir qismi va bir qismi normal holatda qoldi. 14-ci juft xromosomaning bir qismi esa 21-ci juft bilan translokatsiya bo'ldi. Bittasi normal holatda qolyapti, ikkinchisi esa juda kichik holatda. Ya'ni bir qismigina saqlanib qolgan. Va 21-ci xromosomaning ham faqat bir qismi juda kichik holatda. Demak, bu D xromosoma, bunisi B, bunisi D xromosoma. Bunisi esa A xromosoma deb belgilab olsak. Xo'sh, endi ular hujayrada taqsimlanishi qanday bo'ladi? Asosan meyoz jarayonida gaploid to'plami hujayralar hosil bo'ladi. Ko'rib chiqadigan bo'lsak, quyidagicha belgilaymiz. Meyoz 1. Meyoz 1 tufayli N, 2s to'plami hujayralar hosil bo'ladi boyagidek. Xo'sh, bu tomondagi hujayramizda D xromosoma o'tsin deylik. Bu tomondagiga endi B bilan D xromosomalar o'tib qoldi deylik. O'z navbatida endi bu tomonga A xromosoma, burasi endi A xromosoma.
Natija endi bulardan hosil bo'ladigan hujayralardagi holat. Meyoz 2 da. Demak, bir tomondagi hujayralarimizda asosan normal A xromosoma, D xromosomalar o'tdi. Ikkinchi tomondagi ikkita hujayramizga esa translokatsiya uchragan S, B xromosomalar o'tib qolyapti. S, B xromosomalar. Demak, qaraydigan bo'lsak, ikkita gametamiz normal holatda bo'lyapti. Ikkita gametamiz anormal holatda hosil bo'lyapti. Bunday aytish. Endi boshqa holatni ko'radigan bo'lsak, holatning ikkinchi bir ko'rinishi. Bu holatda endi faqat xromosoma harfini yozib ketamiz. Bu tomonga A bilan B o'tib qoldi deylik. Bu tomonga endi S bilan D xromosomalar o'tib qoldi. Meyoz 1dan so'ng. Meyoz 2dan keyin hosil bo'ladigan hujayralarda qanday holat bo'ladi? Bu holatda bo'ladigan bo'lsa, bu tomonda A, B, A, B xromosomaga ikkita gameta, bu tomonda esa S va D ga ega bo'lgan ikkita xromosoma hosil bo'lishi mumkin. Bu holatda endi bularda ikkalasida S bor, demak, u nobud bo'lishi mumkin, sababi 45 to'plamga tushib qolyapti. Bu ikkalasida B xromosoma bor, ular Down sindromi bilan tug'ilishi ham mumkin. Holat. Endi 3-bir holatni ko'raylik. 3-holatimizda qanday bo'ladi? A bilan S xromosoma, bunda esa B va D xromosoma o'tib qoldi deylik. Meyoz 1. Meyoz 2 tufayli hosil bo'lgan hujayralar. Demak, bu ikkala hujayramizda A va S xromosomalar, A va S xromosomalar. Ularda esa B va D xromosomalar bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra qiladigan bo'lsak, bu ikkalasi baribir B xromosomi bo'lgani hisoblanadi. Down sindromi bo'ladi. Bu ikkalasi endi bitta xromosoma kam bo'lgani hisobiga nobud bo'lib ketish holati bor. Bu holatimizdan oladigan bo'lsak, xuddi shu narsani ko'rishimiz mumkin. Nobud. Bu ikkalasi esa sog'lom holatda tug'iladi. Demak, 3 xil holat ko'rib chiqyapmiz. 3 xil holatga ko'ra ikkita gametamiz sog'lom chiqish ehtimolligi mavjud ekan. Demak, bu yerdagi savolning sharti. Gametalar hosil bo'lish qobiliyati endi yo'q deyapti. Translokatsiya. Yo'q. Demak, bu gameta hosil bo'lish ehtimolligi mavjud ekan sog'lom gametalar. Shundan noto'g'ri. Keyingi savolimiz, agar B xromosomaga ega spermatozoid sog'lom hujayra bilan birlashsa, zigotadan rivojlanadigan farzand Down sindromiga ega bo'ladi. Endi bu yerda savolning bitta qismi bor. Spermatozoid degan qismi bor, hurmatli ustozlar. Savolning shu qismi biroz o'ylantirib qo'yadi insonni. Sababi, biz o'qiymiz darsliklarimizda ko'pincha Down sindromi asosan 35 yosh va undan yuqori bo'lgan ayollardagi 21 xromosomaning bitta o'tib qolishi tufayli kelib chiqadi deyapti.
ko'pincha yoshi katta ayollarga nisbatan ishlatiladi. Bu yerda esa endi biz o'tgan va translokatsiya holatiga ko'ra bo'lyapti, deyapti. Bu endi qisman to'g'ri bo'lishi ham mumkin, qisman noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Va asosan bu narsa ko'proq to'g'ri deya olganman bu holatda. Mening savolimiz: ushbu translyatsiya tashuvchisi gameta kriz natijasida faqat bitta normal gameta hosil bo'lishi mumkin, deyapti. Bitta normal gameta hosil bo'lishi mumkin. Translokatsiya tashuvchisida gameta kriz natijasida faqat bitta normal gameta hosil bo'lishi mumkin. Bu translokatsiya jarayoni asosan Krasingyor hisobiga sodir bo'ladi. Krasingyor asosan profaza 1da sodir bo'ladi. Bu meioz 1da degani. Agar meioz 1da sodir bo'ladigan bo'lsa, ikkita normal, ikkita anormal xromosoma hosil bo'lishi kerak. Bu yerda esa faqat bitta deyapti. Qay jihatdan to'g'ri, qay jihatdan noto'g'ri. O'ziga berilgan yechimda bu holat to'g'ri deb olgan, lekin mani fikrimcha bu noto'g'ri. Bu meioz 2dagina xromosoma noteng taqsimlansagina bitta normal holat bo'lishi mumkin. Yoki bilmadim. Xo'sh, javob bo'yicha asosan buni to'g'ri deb olingan. Va oxirgisi, ushbu translyatsiya tashuvchisi natijasida gametaga natijasida faqat ikkita gameta sog'lom farzand tug'ilishiga olib kelishi mumkin. Bu endi 100% to'g'ri javob. Sababi boya ko'rib chiqdik, ikkita gametada sog'lom farzand bo'ldi. Qolgan ikkitasida esa nobud bo'lishiga sababchi bo'lgan. Yana 3-chi topshiriq. Translokatsiyaga bitta somatik hujayrada jami xromosoma soni nechta? Somatik hujayralarni biz bilamiz, diploid to'p, ya'ni 2n holatda bo'lyapti. Unga ko'ra to'plam qanday bo'ladi? Ikki xil holat bor. Agar S xromosoma o'tib qolgan holat bo'ladigan bo'lsa, demak 45 ta bittaga kam bo'ladi. Agar B xromosoma o'tib qolgan bo'lsa, u translokatsiya bo'lyapti. Translokatsiya bo'lgani hisobidan xromosoma to'plami 46 taga qoladi. 45 ga 46 holat bo'ladi ekan. Demak, S xromosoma o'tgani bu. S xromosomaning massasi translokatsiya ancha kichrayib ketgani hisobidan hujayrada deyarli ko'rinmay qoladi. Shuning hisobiga 45 ta bo'lyapti. B xromosoma o'tgani hisobiga esa bu aksincha. Bu translokatsiyaga uchragan gen soni ko'p bo'lishiga qaramasdan, bu xromosoma mutatsiyasi tufayli bu holatda hech qanday xromosoma soni o'zgarishsiz qolib ketadi. Ya'ni 46 tacha qoladi. Faqat B xromosomaning gen miqdori ortgani hisobidan bola Down sindromi bilan dunyoga keladi. Bu 3-chi edi. Endi davomiga o'tadigan bo'lsak. Dunyo aholisi eng ko'p xromosoma 21, 18, 13larning trisomiyasi uchraydi. Nima sababdan boshqa xromosomalar soni ko'payganda kasalliklar deyarli uchramaydi? Bu sababni juda oddiy. Uning sababi boshqa xromosomalar trisomiyasi tufayli homilada nobud bo'lishi sodir bo'larkan. Sababli bunday holatlarda boshqa, ya'ni 21, 18, 13lardan boshqa xromosomalarda trissomiya bo'ladigan bo'lsa, unday holatda bu homila dunyoga kelmaydi. Misol uchun urug'lanish bo'lishi mumkin, lekin ma'lum sabablarga ko'ra homilaning dastlabki rivojlanishida deb tabiiy abort, ya'ni tushib qolish holatlari yuzaga keladi. Ya'ni oddiy qilib aytganda stabilllashtiruvchi tanlanish bo'lar ekan. Meyozning qaysi bosqishida xromosoma orasida translokatsiya yuzaga kelishi mumkin? Asosan bu faza 1 hisoblanarkan. Tushunarli? Bu birinchi savolning tahlili edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, keyingi savollarni ham xuddi shu ko'rinishda, video dars ko'rinishida chiqarishimiz mumkin. Buning uchun bizga endi kommentariyada yozib qoldiring o'z izohlaringizni. Bilan
Xorazm viloyati Hazorasp tuman ixtisoslashgan maktabi biologiya fani ustozi Atop Dovul bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Izohlaringizni kutib qolaman.